Bayram arafasida yoshi ulug' mo'tabar ayollarimiz, onaxonlarimiz haqida lavha qilishni niyat qilgan edik va bizga Kogon tumanining Beklar mahallasi Quyixumi qishlog'ida 103 yoshni qarshi olayotgan onaxon borligini aytishdi. Eng qizig'i 8-mart kuni onaxonimiz o'z tavallud kunlarini ham nishonlayotgan ekanlar. Biz Hamro aya xonadonlarda mehmonda bo'lamiz. Hamro aya Ahmedovaning yoshligi murakkab kechdi. Ayni kuchga to'lgan Navron yoshligini urush yillarida ocharchilik, og'ir mehnat bilan o'tkazdi. Kuniga 14 soatlab dalada ishlardik. Hatto erkaklarning eng og'ir ishlarini ham o'z zimmamizga olganmiz, deb eslaydi onaxon bugungi dorilamon kunlarga shukrona keltirib. Kirmak olaydim. Kirmaklarni barg beraydim. Ana shu manga har yil beraydi. Siz yaxshi boqasiz, pullar to'lib ketaydi. Shunday og'ir damlarda ham iroda va matonat bilan yashadi. Atrofdagilarga ezgulik ulashdi. 7 farzandni voyaga yetkazib, ularni o'qitdi, uyli joyli qildi. Bugun esa qilgan mehnatlarning rohatini ko'rib, 30 nevara, 70 dan ortiq evara ardog'ida yashab kelmoqda. Bugun 104 bahorni qarshi olgan Hamro aya hali hanuz bekor o'tirmaydi. Ekin-tekin ishlari bormi, non yopishmi, xamir qorish deysizmi, nevara kelinlarga o'zi bosh-qosh. Evaralar nechta? Bilmayman. Hammasi 100 tami 100 tadan oshgan. Bobo yaxshi ko'rardilarmi sizni? Ha, meni yaxshi ko'raydilar. Bobodan 90 nechiga kirib o'ldi. 94 ga kirib. Urushga borganlarmi? Ha, ana sherdan o'q yedi. Sipirib ketdi. Onaxonning oilasi ham qishloqda eng ibratli oilalardan. Hamro aya 4 nafar kelinini o'z qizi o'rnida ko'rdi. Ularni doim qo'llab-quvvatladi. Hayotda bilganlarimizni oyijonimizdan o'rganganmiz, deydi kelinlari. Qarisi bor, uyni parisi bor deganlarda, to'tabimizning nabira kelinlar bo'laman. Men shu xonadonga chiqqanimga 11 yil bo'ladi. Men shu o'zlarini nasihatlarini ayamaydilar. Bizadan xizmatlarini qilib, duolarni olib yuribmiz. Bayram kunlari onaxonni yo'qlab kelgan mahalla xayriya jamoat fondi vakillariga onaxon o'z hayoti haqida ibratli hikoyalar so'zlab berdi. O'zim aynalay bo'yingdan. Mahallangni bari xushtor. Sani ulfeli qo'yingdan. Barakallah. Insonning yoshi odatda uning qilgan ezgu ishlari, o'zidan keyin qoldirgan yaxshi amallari bilan o'lchanadi. Birovlarga faqat yaxshilik ilinib, oqil dono farzandlarni tarbiyalab, vatan ravnaqi yo'lida munosib xizmat qilganlarning esa umri abadiydir. Ona, bobom sovg'a beraydilarmi bayramlarga? Ha. Nima sovg'a beraydilar? Ey, bir go'lam nersa. Gul sovg'a qilaydilarmi? Ha. 104 yoshida ham hayotni sevadigan, har bir kunidan bahra olib yashashni biladigan Hamro ayaning hayot yo'li barchamiz uchun katta ibrat.